Mana metanni ochirib. Mana kelyapti, attabatda ko'ryapmiz. Darrov ikkitasi borib olib, eshik tagiga turib oladi o'zicha. Bo'yni yo'g'on. Hech sani bo'yningga o'shanaqangi ma'noda shug'ullanadigan ahmoq, johillar. Mani ro'paramga chiqib ko'r, bilasan bo'yning yo'g'onligini. Ahmoqlar. Turib olib, unga zulm qiladi, tanishini kirg'izib yuboradi, dadasidan katta odamga do'q qiladi. Ahmoqlar. Bir-birini go'shini yeydi o'sha yerda. Ocharchilikni ko'rdi bobolarimiz, bir-birini talamadi-ku. Qandoq zulmlarni ko'rdi sahobalar, bir-biriga xiyonat qilmadi-ku. Qanday xalq bo'lyapmiz biz? Unisi pulim ko'pdi, katta olsa, bunisi zo'r urushamadi, katta olsa, bitasi men mansabdorman desa, unda nima bo'ladi oddiy xalq? Puli yo'q, mansabi yo'q, kuchi yo'q xalq nima? Qul bo'lib yuraveradimi bunaqada?